Akalar mol boqqanlar biladi buni. Mazasini. Mana bu yerga hech qanday ekilmagan, faqat arpa, o't chiqqan xolasi, yo'q o'tlar. Shu yerga mollab kelish kerak, mana qaranglar. Buni mol boqqanlar biladi. Mol boqmaganlar o'zi biladi. Shunaqa yo'l loy. Mana bu bizning dala. Mana bunday Instagramdagi videolarga o'xshatib ko'rsatay. Osmon ham go'zal tarzda turib beryapti video uchun. Albatta buning uchun osmonga minnatdorchilik bildiramiz. Shunaqa biz ishlar. Botib qo'yamiz mana. Mayda yotamiz, yomg'ir yog'sa. Mana bunga dori solamiz mana. Beyla O'zbekistonga o'xshab agatoch, agat sug'or, plyonka qo'yib bo'lmaydi. Bu yerda mana bu fiskalar orqali sug'oriladi. Mana bular tok yer tagidan suv chiqarib beradi. Undan keyin sug'oriladi. Bug'doylarimiz xudo xolasa zo'r, yaxshi hosil beryapti. Endi sekin-sekin bosh chiqarishni boshlaydi. Qaranglar akalar.